Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari. Sizlarga mana bunday eniga 1 metrli, uzunasi 210 li sasna materialdan yasalgan yog'ochli divanimizni tanishtiramiz. Albatta ko'rishingiz mumkin. Hop, machalkasining qalinligi 4 santimetrli bo'ladi. Yuqoriroqda yotadiganlar uchun, misol, juda ham zo'r narsa, enli ham enli 1 metrli bo'ladi, yog'ochdan ishlangan bo'ladi. Hop, taglariga bemalol pilisos kiradi. Mana taglari yerdan ko'tarilib turadi. Baquvvatligi juda ham yaxshi. Narx-navosi bir donasini 800 ming so'm. Burjib olsangiz vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Qolgan yerlarga bir donasi 1 million so'mdan bo'lib qoladi. Toshkent va Voha tomonlarga. Juda ham mustahkam narsa. Ayniqsa mana belida grijasi bor, shunga o'xshaganlar doktor tavsiya qiladi o'zi buni. Qattiqroq nimada yotgin deb, shunga juda ham mos narsa. Pastda nomer bo'ladi, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.